Mirzabek Xolmedov hech kimga aytmagan sirlarini fosh qildi. Azizlar, bu galgi videomiz boshqalardan tubdan farq qiladi. Iltimos, videorolikni oxirigacha ko'ring. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mirzabek Xolmedov sarqira va rang-barang ijodi bilan milliy san'atimizda o'ziga xos o'rin egallagan ijodkorlardan biri hisoblanadi. Mirzabek Xolmedov 1961-yil Toshkent shahrida tavallud topgan. U bolaligi beg'ubor o'tganligi haqida so'zlab bergan. Mirzabek Xolmedov otasidan erta ayrilgani va ro'zg'orga qiynalgan, onasiga yordamlashish uchun to'ylarga borgani haqida eslaydi. Mirzabek Xolmedov qiziqchilikdan tashqari qalam ham tebratib turadi. Uning she'rlari asosida yaratilgan qo'shiqlarni ko'plab mashhur xonandalar ijro etgan. She'r yozishga avvaldan qiziqishim bo'lgan. To'ylarning birida Rustam G'oyipov bilan uchrashib qolganman va unga bir nechta she'rlarimni berganman. Davraga to'sh va paxtakor she'rlarim asosida yaratilgan qo'shiqlarning she'rini yozib berganman. Undan keyin to'ylarning birida Azim Mullaxonovga Ey go'zal she'rini yozib berganman. Musiqasi xorijniki deb ijro etishni istamagan, keyin uni Muhriddin Xoliqovga tavsiya qilganman. Uning ijrosida qo'shiq hit bo'lgan. Undan keyin Rustam G'oyipovga Davraga to'sh va Onam emasmi qo'shiqlarini yozdim. Yulduz Usmonovaning ham konsertlari uchun ko'p qo'shiqlar yozdim. Hosila Rahimovaga Qamchini bos qo'shig'ini aytish g'oyasini men berganman, chunki undan avval o'zim bunga o'xshash qo'shiqni rok yo'nalishida aytgandim, deydi Mirzabek Xolmedov. Qiziqchi mushtumzo'rlar taqibiga uchragan kunlarni quyidagicha eslaydi. To'ylar bilan bog'liq ko'plab qiziqarli voqealar bo'lgan. Hozirgi san'atkorlar to'yga emin-erkin keladi. Avvallari esa to'yda xonanda yoki qiziqchiga qitmirlik qilish odatga aylangandi. Mushtumzo'rlar to'y yakunida istagan xurma chaqalig'ini qilardi. Mast Alaska aka sizniki to'g'ri deb turishdan boshqa iloji yo'q edi. Eng yomoni 1988-1989-yil to'pponcha bilan qo'rqitish urf bo'lgan. Bir kuni to'yda xizmat qilayotgan ikki erkak kelib chetroqqa o'ting gap bor degan. Ular meni o'zlari bilan boshqa to'y xizmatiga olib borishni istagan ekan. Yo'q, xizmatdaman deyishim bilan kostyumining ichki cho'ntagidan to'pponcha ko'rsatgan. Xullas, shunday to'ylarda pishib Mirzabek Xolmedov bo'lganman, deydi qiziqchi. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.